Xo'p, assalomu alaykum hurmatli bozorchi Buxoro kanali obunachilari. Biz bugun Jondor tumanida joylashgan 909-eshik va deraza romlar taxlab sotadigan do'konga kelganmiz. Buni lokatsiyasini ham sizlarga batafsil tushuntirib o'taman. Qarako'l trassaning ustida, Qarako'ldan Buxoro ketish yo'lida Jondor merodan 500 metr o'tgandan keyin mana shu joy, hamma bu joyni biladi. Bu joyga ko'p ham urg'u berish ham shart yo'q, lekin bu joyda hozir zo'r aksiya va skidkalar ketayotgan ekan. Xo'p, mana bunday eshik va derazalarni bemalol sizlarga sifatlisini S-Plast va Leader Plast romlaridan yasab beradilar. Bemalol bu muammo emas. Uyingizni didi, dizayni, shakliga qarab, sizni uslubingizga qarab yasab beradilar. Undan tashqari bu yerda istalgan turdagi NDF eshiklar ham bor. Bularni ham bemalol ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, NDF eshiklar va undan tashqari darvoza, temir darvozalar, temir mana bunday rushetkalar yoki xullas uyingizga kerakli barcha deraza deysizmi, darvoza deysizmi, rushetka yoki agrasheniya, xullas hammasini tayyorlab beradilar. Hozir bu yerdagi narxlar bilan biz qiziqib kelamiz. Bilasizlar, doim biz narxlarni aytib o'tamiz. O'zbek akamiz bilan narxlarni so'raymiz. Bu yerda nima chegirma, bonuslar bo'lyapti deydilar. Ular qilgan batafsil ma'lumot olamiz. Sizlar kanalimizga obuna bo'lishni esingizdan chiqmasin. Qani ketdik. Xo'p, hurmatli do'stlar, biz mana 909-magazin do'konining omborxonasida kirganmiz. Sizlar ko'ryapsizlar qanchalar ko'p eshik borligini. Hozir mana akamizdan narxini so'raymiz. Nuhriddin aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tinchsiz? Aka, sizlarni joylaringiz, lokatsiyalaringiz zo'r, mahsulotlaringizni ham ko'pchilik biladi. Sizlar o'zlaringiz mijozlaringiz, klientlaringizga ega insonsizlar. Aka, bu eshiklarning narxi qancha? NDF eshiklarning narxi. Eshiklarimizning 3 xil varianti bo'ladi. Bu qaytagi variant deyiladi. Bular 400 ming so'mdan narxlari boshlanadi. 400 ming so'mdan narxlari boshlanadi. Mana bu qaytagi variantlarimiz 380 mingdan boshlanadi narxlarimiz. Mana bu narxlari 380 ming so'm, buni narxlari 400 ming so'mdan boshlanadi. Yana aka, sizlarga akfa, alyuminiy romlar, eshiklarni, derazalarni ko'ryapmiz. Ularning narxi qancha? Ularning narxi razmerlarga bo'lib baholanadi. Razmerlarimiz masalan 1 dan to 150 gacha 450 ming so'mdan boshlanadi. 450 ming so'mdan, 120 dan boshlansa 120 ga 150 ga 500 ming so'mdan boshlanadi. Fasonlariga qarab, ranglariga qarab, klient xohishiga qarab narxlar baholanadi. Xullas, hurmatli kuzatuvchilar, bemalol kelaverasizlar. Sizlarning dizaynlaringiz, didlaringiz, uylaringizni razmeriga moslab, chiroyli qilib, sifatli, zo'r qilib taxlab beradilar. Yana aka, bitta savol. Nima bonus aksiyalar qilyapsizlar? Xo'sh, akfa eshik derazalarimizga 10% skidka e'lon qilganmiz. Liboy xil razmeri. Liboy xil razmeri nimasi yo'q. Qizig'i yo'q. 10% skidka e'lon qilganmiz. Undan tashqari ko'proq masalan 5-6 millionlik savdo bo'ladigan bo'lsa, o'sha klientlarimizga xohlasalar fortishka, xohlasalar setka bonus sifatida qilib beramiz. Mana ko'ryapsizlarmi? Bunaqa joyga ko'pchilik akfa deraza eshik oladigan insonlar yoki uy bilan shug'ullanadigan insonlar bunaqa aksiyalar ko'p joyga ko'rmagansizlar. Akfa eshik derazalarga bemalol 10% skidka, liboy xil razmer, qizig'i yo'q. Plus bonusiga fortishka qo'shib beryaptilar. Fortishka ham bilasizlar, hammomlarga yoki podvallarga o'rnatiladi. Dimoxodni xod bo'lishi uchun, havo aylanishi uchun. Undan tashqari yana plus setkalar ham, qolganiga 10% yana skidkalar ham. Bu juda taklif. Barchalaringizni Jondor tumanidagi 909 do'koniga kutib qolamiz. Mana shu Muhriddin akamizni nomerlarini qo'yamiz. Bemalol telefon qilib kelaverasiz. Aka, rahmat. Sizni nomingizdan keladigan insonlarga ham katta surprizlar. Tamom, mana bozorchi Buxoro kanali nomidan kelsangiz, yana aksiya va skidkalar bo'ladi. Menga podpiska bo'linglar, yana shu nomerlarga telefon qilinglar, kelinglar, yana bonus sovg'alar olasizlar. Undan tashqari bu yerda usta xizmati, dastavka xizmatlari ham bor. Kelib, faqat pulni bersangiz bo'ldi. Hammasini o'zlari qilib tayyorlab beradilar. Barchalaringizni Jondor tumanidagi 909-do'konga kutib qolamiz. Rahmat. Bizdan kuzatganlaringiz uchun.